turgandan to'rt ostidan liderini topishimiz kerak. Mana bundan mana u lider mana. Endi bu pastki shox olib tashlayman mana uni. Nima uchun pastki shoxni olib tashlayapsiz? Bu patay bo'lib bir o'g'ni quruq nima yo'q. Mana qarang. Birorta yaxshi pingi yo'q mana. Endi mana u ham xomda, eng kattasi ham xom. Ko'ryapsiz, o'shaning uchun olinadi. Qancha tozalab havoni quyoshga olib kelib, keyin dori-pori sepishlarga mana u lider toza kelyapti mana. Tiniq tanasi ham. Endi mana u bizga bo'lmaydi. O'rtadagi davrani ham to'siyapti. Shavkatbek aka, qashmay bo'lyapti. Buni olamiz. Shavkatbek aka, endi keyingi savol. Bu pastda shox turibdi. Bundan mevaga qo'yamiz. Mana uni aytyapsiz. Bu yorqin tashqarida turibdi-da, bundan toza joylarini olib mevaga qo'yib ketamiz. Janub tomonda shoxlarni qo'yyapsiz, demak. Qaysi janub? Janub Quvasoy tomon. Ha, mana quyosh chiqadigan tomon. Quyosh mana bu tomondan chiqadi. Yo'q, quyosh tepadan bu yoqqa tushadi-ku. Janubda bu. Nimadan chiqsa, sharqdan chiqsa, janubmi? Ha, janubga o'rdiga, buni. Olasiz qarang. Tanlab mana zo'r tundiydi mana. Men buni qo'ydim. Ya bitta uni qo'yish bilan bitta-matdan ko'paytirish kerak meva. Mana uni ham qo'ydim. Mana mayda chudalar olib tashlang. Ham xom, ham nima. Buni ham qo'yib qo'ying. Buni ham qo'yib qo'ying mana. Buni matdan uzing. Tayda ikkosini ham olib tashlang. Siz aytmoqchi matdan uzib yuboraman. Hammasi xom ekan. Shavkatbek aka, mana pastda shox bilan tepada shoxning meva sifati qaysi bir sifatliroq? Yoki qaysi birini qo'yish tavsiya qilasiz? Pastda shox, tepada shoxdan yaxshi pishgan kaltakdek zo'r chiqadi. Liboy payt. Mana. Mana lider matda qolib ketgan. Ko'ryapsizmi? Mana zaif. Endi mana liderni ulardan voz kechamiz. Buni baquvvatini qo'yamiz liderga. Mana. Olib tashlang. Kesing endi mana mashitdan. Mana bundan kessiz ham bo'laveradi. Tagi uzunligini hisobiga. Buni ham mevaga qo'ying. Mana mo'ladi holisiz 3-3dan kesib qo'yavering. Buni ham kesib qo'yavering. Ichki shoxda ham. Mana xom. O ichki shox bo'lgan bilan o'suvchi basda meva olsa bo'laveradi. Mana undan ham meva olsa bo'laveradi. Men yoqdan olib tushyapti. Endi buni oling. Ana endi makka bunday chiqqani, uni uzib tashlayman aytdim. Ba'zi tushunganingizda hamma shoptolar har xil mana. Mashpindidan qo'yasiz. Demak, siz modda ochiq bo'ladi, yo'li mo'maga qarab ketaveradi. Mana. O bitta ish. Bu ko'p metrli bo'lyapti-da, azoblar. Shavkat, u ham xuddi o'shaqa pastki shox bo'lgan bilan qarang. Mana meva g'ij-g'ij meva turibdi. Ko'ryapsizmi? Bundan saralang endi. Betasiblarni olib tashlang. Uni ham oling. Shavkat, tanlab indikka qo'yavering. Shavkatbek aka, bu Pozni chempion shoftoli bog'ingiz, to'g'rimi? Ha. Mana uzun bu matdan kesing. Bundan yana tarqatamizda bitta ikkita o'stiruvchilar qo'yib qo'ying. Buni uzunroq kesing, orqada bo'lsa ham mana. Uni ham uzunroq kesing. Mana uni olib tashlaysiz ham mayli. Ana. Asosan bizga mana undan o'sish kerak. Mana undan. Mana ular mevaga qo'yildi. Xolasi yana yerga olib tashlang. Mana endi mana ikkinchi lider, ha? Kelyapti, ko'ryapsizmi? Lider zelyonlik qilinmagan hisobiga makka ko'payib ketgan. Nihoyat. Endi buni makdan buramiz faqat. Bu 4 liderli bo'lgandan keyin 90 gradusga bo'lib olamiz o'ttadan hisoblab turib. Mana ikkalasi 180 gradusga egallash kerak. Mana yerdan chirtayib olib tashlang. Buni matdan uzataylik. Ha, uni aytdan uzing kaltaroq. Ko'ryapsizmi? Mana uzun. Olib tashlayman işte. Matdan olib tashlayvering. Oling. Qadan so'sin arrani. Arrani nari tarafdan qoladi. Qochib ketdi. Ana. Endi qarang. Mana shoxlarda ko'rasiz. Mana qarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta turibdi. 10 tadan birinchi kerak mana shu olib tashlang. Sog'lom bo'lsa ham. Sog'lom u orqaga qarab qaytyapti-da. Mana bulardan hammasidan kaltalab qo'ying. Mana to'liq meva olaveramiz. To'liq meva olib turamiz. Buni ham kaltalang. Bu chempionga ko'p qo'yib bo'lmaydi. Mana matdan qo'yib qo'ying. Mana buni ham qo'ying. Mana endi mana pashma ganda shox. Bunda hech narsa yo'q. Buni olasiz endi. Mana uni ham olib tashlang. O'suv chiqsa endi keling. Mana u lider bo'lyapti. Mana u yordamchisi. Mana uni o'tmakdan kesing.
kaltaroq kessangiz kuchliroq o'sadi. Mana olib tashlayman buni ichki shox. Sog'lom shox ekan, mevasi ham zo'r ekan, ichki shoxligi uchun olib tashlaymiz. Endi qarang, mana bu yerda lider. Mana bu yerda ham bitta lider yasash kerak. Bu liderni endi o'ylab qo'yamiz. Mana unga qarab kir ketyapti. Endi bu yerdan qaytaramiz. Xom kaltaydan bo'lsa ham qaytaramiz. Nari qarang. Orqalarini tozalab yuboring. Hamma kuch mana liderga kelishi kerak. To'g'rimi? Buni endi maktan kesinglar. Ushlab turgan shoxi chap qo'li ustoz, chap qo'li olib tashlang. chap qo'li ushlab turgan shoxi qachon olib tashlanadi? Buni hozir olib tashlaymiz. Makta yo'qda mana, o'g'liq shox yo'q. Bu jurosi uzar bo'lmasa kalta kesib qo'yamiz. Kesing. Mana maktan kesing maktan. Buni ham maktan kesing mana. Endi yaniga balki buni olib tashlashimiz mumkindir. Mana semirib olsa. Mana ikkosi bir-biriga zapas. Mana makta ko'ryapsizmi? Ma'noli bindi yo'q, olib tashlang endi buni. Taqiy. Makta mana uzun bo'lsa ham ikkita toza bindili shox bor ekan. Bularni kesing, meva olaylik bitta. Ana. Endi mana uni liderga qo'ydik, buni liderga qo'ydik. Qaysinisidan lider yasashimiz noma'lum. Do'stim, buni yordamchi qilib qo'yaverasiz mana. Bitta lider, bitta yordamchi, bitta lider. Baribir bo'lish kerak. Mana endi mana lider, mana uni qo'yamiz liderga. Bundan ko'ra ana unga yaqin bo'lib qoladi. To'g'rimi? Kesing, ularni yanda shoxlar olib tashlang. Liderlar orasi qancha bo'lish kerak? Standart 30 gradus. 90 gradus bo'ladi. 4 ta liderli bo'lsa. 90 gradusga qo'yiladi. 45 gradus. Shunday yasab kelib turib qarangda. Biz mana bundan qo'yamiz uzun bo'lsa. Bunday baqa qarab turib. Buni mevaga qo'ying. Mana. Bitta zo'r shoxlar borligiga bundan voz kechamiz. Mana. Ular mevaga qo'yib qo'yavering. O'rtacha kesib. Mana buni sini olib tashlab, buni ham qo'yib qo'ying. Buni olib tashlavering endi. Ana. Raqobatlash bo'ladi. Mana unda hech narsa yo'q. Asbuxon qochib. Hech narsa yo'q, rivojlanmagan, rivojlanmaydi. Yila. Mana buni bu nimani rivojlanadi? Bunday o'ylang. Mana shuncha shox qurib yotibdi. Bunisini ham oling. Dangasa shox, bilam dangasa bo'ladi. Endi buni baqa olib chiqib olamiz. Mana uni olib tashlaysiz. Bitta orqaga qaytgani yetadi mana. Ana. Bunga mo yaqin turibdi, oling. Ko'proq mo chiqib ketishi mumkin. Buni endi uzun yonboshlab olganiga har ehtimolga qarshi buni qo'ydik. Aslida buni o'zi maktabda bo'lganda qo'ymasdik buni. Endi buni qo'ying maktabda. Bu endi hali 4 liderli ham emas, ko'p liderli bo'lib qoldi. Mana bu maktab mevaga. Mana uni ham uzib qo'yavering mevaga. Ma'g'ani olib tashlang. Ustoz, kesib bo'lib, birinchi ishlovlar qanaqa ishlov qilinadi? Dori ali ISO. Uni yuvish kerak, suvda cho'miltirish kerak. Qancha ali tezroq cho'miltirsa hozirgi. Meni kuparos qachon sepish kerak, ustoz? Meni kuparosmi? Qaysi sanagacha? Farg'ona iqlimi bo'yicha. Iqlim qanaqa kelishini bilmayman-da. Iqlim qanaqa. Iloji bo'yicha tezroq sepish kerak. Sepishdan avval kurtagini maslahat agar kechroq qolsa, haligini nimasini pastlatish kerak. Dozani. 1% sepish kerak. Rahmat.